Boshlaymiz. O'tgan safar eritmani boshlagandik. Eritmaga ta'rif berib, eritmani tushuntirib berdim. Erigan modda, erituvchi va ularning o'zaro ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan birinchi dinamik sistemaga aytiladi. Eritmadagi yana bir ikkita ko'rsatkichlar bor edi. Eruvchanlik degan ko'rsatkichni o'tgan safar ko'rgandik. Eruvchanlik. O'sha bo'yicha hozir bugun testlarni ishlab ko'rsataman. Eruvchanlikka qattiq moddalarning ta'sirini ko'rdik, ya'ni qattiq moddalar temperaturaga ko'ra ta'siri. Temperatura qancha oshirilaversa, qattiq moddalarning eruvchanligi oshaveradi. 207-bet ekan. Ya'ni temperatura qancha oshaversa, ko'tarilaversa, qattiq moddaning eruvchanligi shuncha yaxshilanaveradi, yaxshi eriveradi, yaxshi eruvchanligi oshaveradi. Eruvchanlik koeffitsiyenti S degan narsa. 100 gram erituvchida erigan moddaning massasi o'sha eruvchanlik koeffitsiyenti hisoblanadi. Xo'p, savollardan ko'ramiz eruvchanlik bo'yicha. Qaysi moddaning to'yingan eritmasini juda tez tayyorlash mumkin? Bu degani eruvchanligi yaxshi bo'lishi kerak. Yaxshi erib ketib, to'yingan eritmani tezroq tayyorlash mumkin bo'ladi. Mana bu yerda bor, bizda kislorod gazi bor, javobda. Kislorod eruvchanligi juda ham past. Ammiak javob bor ekan, ammiakning ham eruvchanligi juda ham past. Gaz moddalar kelasi ham. Javob tuz moddamiz. Natriy xloridda eruvchanlik jadvaliga qaraymiz. Tuzdan eruvchanlik jadvali bor. Yaxshi eriydi deb qo'yibdi. C javobda nitrat kislota eritmasini tayyorlash salgina qiyinroq. Qanaqa? Nimasiga qiyin desa? Kislotani suvga tomchilatib solishimiz kerak. Ovozingiz past eshitilyapti. Nimaga past eshitildi? Endi yaxshi bo'lyaptimi? Biroz past olding. Internet yaxshi masrida. To'yingan eritma. Mana shu ma'lum bir temperaturada erishi mumkin bo'lgan modda maksimal erib turibdi. Bu to'yingan eritma. Aytaylik, eruvchanligi 80, qaysidir moddani 100 gram suvda 80 gram erishi kerak va o'sha temperaturada 80 gram erib turibdi. Bu degani to'yingan eritma degani. 80 dan past erisa to'yinmagan eritma, 80 dan ko'proq erisa, ko'proq erib turgan bo'lsa, juda to'yingan eritma bo'ladi. To'yinmagani nima ekan? 80 dan kam ekan. Hop, to'yinmagan eritmaning ta'rifini ko'rsating degan javob uchinchisi. 100 gram erituvchida ayni temperaturada erib oladigan massa bu eruvchanlik koeffitsiyenti. Javobimiz eruvchanlik koeffitsiyenti chiqib ketdi. Erigan qismi bilan erituvchi qismi o'rtasida muvozanat qaror topgan eritma yo'q. Erigan modda konsentratsiyasi shu temperaturadagi to'yingan eritma konsentratsiyasidan kam bo'lishi kerak. Ya'ni erigan moddaning konsentratsiyasi shu to'yingan, shu temperaturada maksimal erishi mumkin bo'lganidan kamroq erib tursa, bu to'yinmagan bo'ladi. B javobi bu. To'rtinchisi, o'ta to'yingan eritma. Hozir aytib o'tganimdek, ortiq bo'lishi kerak. Ayni temperaturada to'yingan eritmada erishi mumkin bo'lgan miqdordan ko'proq erib turgan bo'lsa, o'ta to'yingan. Eruvchanlik ta'rifi. 100 gram erituvchida ayni temperaturada eriy oladigan moddaning massasi bu eruvchanlik. Koeffitsiyenti hisoblanadi. Eruvchanlik bu erish qobiliyati moddaning. Keyingi masalalardan ham ko'ramiz. Nechta masala ekan? 94 deysan. 7-si. 18 gradus Selsiyda 250 gram suvda 5 gram temir 2 nitrat
to'yingan eritma hosil qilibdi. Mana shu gradusda mana shuncha gram suvimiz erituvchi 5 gram temir eklaydi. Erigan modda temir eklaydi, erituvchi suv. Erituvchilik koeffitsiyenti 100 gram suvga nisbatan olinadi. 50 ga bo'lib olamiz, qisqasi 50 bo'ladi-ku. 2. 18 gradusdagi erituvchilik koeffitsiyenti 2. Tushundikmi? 12 ga qaraymiz, tushunarli bo'lgan bo'lsa. 6 ga qarab ketaylik, nazariy savol uchun. Gazlanuvchanligi temperatura ko'tarilishi bilan. Endi bir tasavvur qilib olamiz. Suvning qaynashini esimizga keltirsak. Suv qaynagan paytda gazlar chiqib ketib qoladi, erigan moddalar. Demak, temperatura ko'tarilishi bilan eruvchilik pasayadi. Bosim ko'tarilishi bilan-chi? Masalan, gazli ichimlikdan olsak, bosim ostida gazlar eritilgan bo'ladi. Bosim ko'tarilaversa, erigan modda oshaveradi. Demak, bosim oshishi bilan erigan moddani gazni eruvchiligi oshib boraveradi. Demak, birinchisida kamaydi, temperatura oshsa gazdan eruvchilik kamayadi. Bosim oshsa esa eruvchilik oshib boradi. Kamayadi, ortadi. S javob bo'ldi. 12. 12 ga qaraymiz. 12-chisiga kaliy nitratni 20 gradus Selsiydagi 24% eritmasi to'yingan eritma hisoblanadi. Eruvchiligini toping. Formulasi bor. Xohlasak formasiga tashlaymiz. S degan eruvchilik koeffitsiyenti 100 gram suvga nisbatan olinadi-ku. Как будто mana S'imiz bu erigan modda massasi sifatida ketyapti. Erigan modda va erituvchi massalar yig'indisi qo'shilsa foiz konsentratsiya kelib chiqadi, 100 ga ko'paytirsa. Yoki juda ham oson yo'lda ishlaymiz. 24% deyaptimi? O'zimdan 100 gram eritib olaman. Oson bo'lgani uchun 100 ni olaman. 49 gram olsam ham bo'lardi, 125 olsam ham bo'lardi, 89 olsam ham bo'lardi, lekin 100 olsam qulayroq. 24% eritma deyaptimi? Erigan modda 24. Erigan modda. Qolganichi erituvchi. Ana endi proporsiya qilaman. Erituvchi massasi, erigan modda massasi. 100 gram erituvchida qancha erigan modda bor desam, topaman shuni, eruvchilik koeffitsiyenti kelib chiqadi. Yoki mana bu yerda 24 qo'yaman, 24% barobar S plus 100 ko'paygan 100 deyman. Formulaga tashlasam ham chiqadi. Yoki mana shu proporsiyani ishlasam ham chiqadi. Qaysi qulay? Menimcha bunisi qulay, ikkinchisi. Yuz gram oldim, 24% erigan modda bo'ladi. 24% bo'lgandan keyin endi bu massa ulushga aloqador bo'lgan savollar bu. Massa ulushni hali ko'ramiz bugun. Tushuntirib o'taman. Keyingi savol. Yigirma ikki bo'lsin. Tushunyapsizmi? Savol yo'qmi? 850 gram kaliy karbonatning to'yingan eritmasi bug'latilganda 125 gram qattiq qoldi debdi. 850 gram bu to'yingan eritma bug'latilganda nimaga ajralib ketadi? Suv va tuzga ajralib ketadi. Tuzimiz qattiq holatda qoladi, kaliy karbonat. O'sha 125 gram. 850 dan buni ayirib tashlasak, suvimiz massasi qoladi. 725 gram suvimiz qoladi.
Erovchanlik 100 gram proporsiya qilamizda, nima anaqa. Buni tushunmayotganingizga mana buni yozaman. 125 gram tuz, 725 gram suv, 100 gram erituvchini tagiga qo'ydim. Qancha erigan bo'lsa desam, erovchalik kelib chiqadi. Erovchalik koeffitsient kelib chiqadi. Pastki qismida ko'rinmay qolibdi mana. 725 erituvchining massasi bo'lgani uchun o'shaning tagiga 100 qo'ydim. 100 gram erituvchida qancha erigan modda? Mana erigan modda 125. Qayerdan bildim? Qattiq qoldiq qolib ketadi. Qattiq qoldiq degani bu tuz. Bug'latish jarayonida doim suv parlanib ketadi. Chunki tuzlarimizda ion bog'lanish bo'ladi. Ion bog'lanish moddalar ancha nima bo'ladi? Barqaror moddalar hisoblanadi. Suvda vodorod bog'lanish bo'ladi, qisman kuchsizroq bog'lanish hisoblanadi, vodorod bog'lanish. Keyin ion bog'lanishga nisbatan. Ion bog'lanish juda ham nisbatan barqaror bo'ladi. O'shani hisobda. Doim demak, eritma mavzusida bug'latib yuborganda doim erituvchi chiqib ketar ekan, demak, va oxirida qolayotgan qoldiq tuz bo'lishi kerak ekan doim. Masalan, tuzni suvda eritib ko'rib, tuzni suvga solib ko'rdik, eritdik, erib ketdi. Gazga qo'yib qizdirsak, suv bug'lanib ketsa, oxirida tuz qolib ketadi. Tuz hech qachon chiqib ketmaydi suv bilan. Distillash degan narsa bor. Tuz suvni distillash. Xuddi shu narsa qilinadi. Suv distillanadi. Ya'ni bug'lantiriladi. Bug'lari chiqib ketgan paytda bug'larni yig'ib olib, sovutish orqali uni suvni o'zini ajratib olsa bo'ladi. Tagiga tuzlari cho'kib qoladi. Tagiga qolib ketadi tuzlar. Mana shu narsa distillash deyiladi va distillangan suv paydo bo'ladi. Tarkibida hech qanaqa tuz bo'lmaydi. Biror gram tuz bo'lmaydi ichida. Sof suvni o'zi bo'ladi. O'ttiz oltiga qaraymiz. 20 gradusdagi o'lchalik 20. Xo'p. 20 gradusda olaman. Eruvchalikni aytdim, bo'ldi. 100 gram suv deyman. 20 gram nima deyman? Biror erigan modda deyman. Kaliy nitrat. Erigan modda kaliy nitrat ekan-ku. O'sha paytda qancha eritma hosil bo'ladi? To'yning eritma. 120 gram ikkalasi qo'shilsa. O'sha 120 gram to'yning eritma hosil qilingan paytda qancha suv ishlatildi? 100 gram. Masalaga qaraymiz. 250 gram suvdan foydalanib, necha gram to'yning eritma hosil qilish mumkin? Mana bu yerga 250 qo'yaman. Suv massasini taging. To'yning eritma massasini topaman. Ikkitasi 240, yarimtasi 60, 300 bo'lar ekan. Tushundikmi? 300 gram to'yning eritma tayyorlash mumkin. Xohlagan savollarni mana shunday qilishimiz. Erovchalik koeffitsiyenti berildi. Doim 100 gram suvda o'shancha erigan modda bor deb olishimiz kerak. Keyin nima qilamiz? Masalada nima so'rasa o'shanga bog'lab qo'yamiz. Mana bizning masalada suvni massasini berganda va eritma massasini top degandi-ku. Shuning uchun men eritma massasini yozdim va suvni yozdim. Agar mabodo qanchada tuzdan foydalanib, qancha to'yning eritma hosil qilish kerak desa, 20 gram yo'q, men 20 qo'yardim. 20 gram tuzdan foydalanib, 120 gram to'yning eritma hosil qilyapti. 250 gram tuzdan foydalanib qancha to'yning eritma hosil qilar edim deb ishlagan bo'lardim. Agar tuz deb kelsa, tuzni massasini qo'yardim 20. Bu yerda suv degani uchun mana bu suvning massasini qo'ydim. Hop, hammasi xuddi shunaqa. Endi
salgina qiyinrog'iga o'tamiz. Ikkita temperaturani beradi. O'sha ikkita temperatura bo'yicha eruvchanligini beradi. Ikkita temperaturani o'sha bo'yicha test ishlaymiz hozir. Xo'p, bitta 84 ga qarab olaylik. Yoki bungacha bo'lgan savollar bor ekan. 80-si. Juda ham yaxshi savol. 19 detembr tushgan. 80-si. O'qib chiqamiz. Ma'lum temperaturada natr gidroksidining eruvchanligi 20. Demak, bildim men shu yerdan 20 gram natr gidroksid 100 gram suvda eriy oladi. 327 gram suvda qancha natriy eritib, to'yinli eritma hosil qilish mumkin? Endi qaraymiz bunga. Bu yerda reaksiya bo'ladi. 327 gram suv bo'lgan, qancha natriy eritildi deyapti. Reaksiya yozamiz. Natriy suvda eritilsa, natr gidroksid paydo qiladi. Mana qayerda bir taqsim 2 vodorod qo'ydim, tushundim hamma. Bu yog'iga 2 1 qo'ymadim-ku, hammasini 1 qildim, uchtasini, bu yog'ini 1 taqsim 2 qildim. Endi oxirida nima bo'ladi? Suv ortiqcha qoladi. Nimaga ortiqcha qoladi? Qayerdan bildim desa, natr gidroksid eruvchanligi 20 edi-ku, bu degani natr gidroksid ham bor u eritmada, suv ham bor degani. Eruvchanlik bo'lishi uchun suv bo'lishi kerak yoki birorta bir eruvtuvchi bo'lishi kerak. Natriy bilan hammasi reaksiya kirishmaydi suvni. Chunki suvimiz massasi 327, katta massa. Endi qaraymiz. Men shu yerda nima deb olaman? Shu yerda 20 ku eruvchanligi. 327 ga qaramayman. Hozircha tegmay turaman. 327 gram suvda qancha natriy eritib. Yana qaraymiz. 20 eruvchanlikka ega natr gidroksid. Men shu yerdagi natr gidroksidni 20 gram deb olaman. Suvni 100 gram deb olaman. Eruvchanligi qancha? O'sha masaladagi 20 dan. 100 gram suvda 20 gram natr gidroksid. Ana endi bu ham 100 gram bo'ladimi? Dastlabki suv. Ortiqcha olingan suv bo'lganda bu 100 gram. Endi natr gidroksid moliga o'taman. Molar massasi 40. 20 ni 40 ga bo'lsam 0.5. 0.5 mol natr gidroksid chiqishi uchun 0.5 mol suv reaksiya kirishi kerak. Qancha uni massasi? 0.5 mol suvning massasi. 1 mol 18, 0.5 9. 1 qaysin ketyapti-ku, 0.5 bo'ldi, bu ham 0.5 mol bo'ldi. Bu ham 0.5 mana bu ham. Shu natriyning massasi qancha? 20 uchun ko'paytiraman. 11.5 gram. Endi qarayman. Proporsiya qilaman. 11.5 gram natriy 109 gram suvda eritilyaptimi? Общий suv. Jami 109 ga eritilgan, 9 suv bilan reaksiya kirishib ketgan natriy, 20 natr gidroksid 100 gram suv qolib ketgan. O'shanda eruvchanlik 20 bo'lib qoldi. Qancha suv ekan? 109. Endi qaraymiz. 327 gram suvda deyapti. Mana buni massasini beryapti. Qancha gram natriy eritib deyapti. Qancha gram natriy? Endi topamiz. Qisqartirsak, mana bu yerga 3 qoladi. Bu yerga 1 qoladi. 3 ni ko'paytiramiz 11.5 ga. 34 5 javob bo'ladi. Da javob bo'lar ekan. Tushundingmi? 34 5. O'sha eruvchanligi 20 dedimi? 20 gram natr gidroksid paydo bo'ldi, oxirgi eritmada deb oldim. 100 gram suv qolib ketdi. 100 qolib ketdi. Bundan bu suvni topib, bu natriyni topdim, suvni qo'shib oldim. Dastlabki suv 109 bo'lgan, dastlabki natriy 11.5 gram bo'ldi. Mana buncha gram suvda qancha natriy eritish kerak? 34.5. Tushundikmi?
Tushunarli. Yana endi 83-si ham xuddi shunaqa. 83-si. 56 deyapti-ku kaliy gidroksid. Xuddi shunday reaksiya yozamiz. 56 gram kaliy gidroksid hosil bo'lgan paytda 100 gram suv ortiqcha qolgan deb ketamiz. Xuddi shunga o'xshagan. Keyin suv bilan kaliyni massasini topamizda. Mana shuncha gram kaliyga deymiz. Mana shuncha gram suvda eritilyapti deymiz. 58/5 ga qancha deymiz? Yetmish uchinchisi mana aytganimdek ikkita temperatura beriladi. Bilamiz, qattiq moddalarning eruvchanlik temperaturaga bog'liq. Qancha ko'tarilaversa eruvchanlik oshib ketaveradi. Qattiq moddaning temperaturasi o'sha qattiq moddaning eruvchanligi oshaveradi. Qancha ko'tarilaversa. Men bo'ldi shartini o'qiyman. Mana kitobim 24 masda. Shartini o'qib turaman o'zim. Bo'ldi o'zim shartini o'qib beraman. Aytyapti. 80 gradusda kaliy yodidning 146 gram to'yingan eritmasi 20 gradusgacha sovitilganda necha gram kristal ajralib chiqadi? Kristal degani tuz cho'kmaga tushib ketadi degan. Xo'p, 80 gradusda va qanaqa gradus bor? 20 gradus bor. Qaysi temperaturada eruvchanlik baland bo'ladi? Albatta, katta temperaturada baland bo'ladi eruvchanlik. Berib qo'yibdi o'zi 192 deb qo'yibdi. S 80 gradus deyapti 192. Shu degani 192 gram kaliy yodid 100 gram suv berib degan. Keyingisi 20 gradusga eruvchanlik 144. Mana. Sal kamroq bo'lyapti unga nisbatan. Endi qaraylik. 80 gradusda eritma bo'lgan biz aytaylik. 100 gram suv 192 gram eritib turibdi. Biz shuni 20 gradusga tushirsak nima bo'ladi? O'sha 100 gram suv 100 gramgacha qolaveradi. Tuz kamayapti. Nimaga kamaydi desa, orasidagi farq bu cho'kmaga tushib ketgan tuzni bildiradi. Temperaturasini tushirsak, idishni tagida cho'kmaga tushib qoladi kaliy yodid. Erimay qoladi. Temperatura pastligi uchun. Aynan shu narsani yana qizdiradigan bo'lsak 80 qilib erib ketib qoladi. 192 gram eriy oladi-ku chunki. Endi nima qilamiz? 80 gradusda 146 gram to'yingan eritma deyapti. Bizda 80 gradusda qancha eritma bo'ladi? 192 eruvchanlik 100 gram suvda erisa 292. Shu 292 gram eritma 20 gradusgacha tushirilsa qancha cho'kmaga tushishi mana bu tuzlarning massa farqi bilan olinadi. 192 dan 144 ayron. Cho'kma massasi bo'ladi. Cho'kmaga tushayotgan tuzli massasi. 48. Ana endi manda aytayaptiki 80 gradusda kaliy yodidning 146 gram. Men 80 gradusda eritmam qancha edi? 292 edi. 192 100 ni qo'shdim 292. 80 gradusdagi to'yingan eritma. Manda aytayaptiki 146 deyapti shu narsa. 20 gradusga tushirsam deyapti, qancha cho'kmay tushadi? 292 gram eritmani 20 gacha tushirsam, orasidagi farq 48 cho'kmay tushadi. 146 ga qancha? Necha bo'lar ekan? Yigirma to'rt bo'ldi. Tushundikmi?
qaysi gradusni bersa, qaysi gradusdagi tuyung eritma massasini bersa, proporsiya qilishda eruvchalik berdimi, doim 100 grammga nisbatan olamiz suvni. Qo'shib boramiz ikkalasini. Eritma massasi 292. 80 gradusda bergani uchun mana buni 146 bu 80 gradusda tuyung eritma deb beradi. Shuning uchun buni tagidan yozing. Agar mabodo 20 gradusdagi tuyung eritma desa, 144 ga 100 qo'shadi. Mana bu 244 deb yozadi. 244 yozardim. Qancha tuz erib ketadi desa edi, 48 qo'yardim. Mana bundan bunga chiqqan payt 48 gram erib ketadi. 146 ga qancha derdim keyin. Ha, shuni ishlanadi qolganlar. Yetmish to'rt xuddi shunaqa ishlanadi. Eruvchalik bo'yicha savol bormi? PDF tashab qo'yilgan-ku buni. Kitobni PDF'i bor. Gruppada turibdi. Hozir 76da nima debdim? Osh tuzining 10 gradusdagi eruvchalik koeffitsiyenti 40. Shu haroratda 300 gram suvga qo'shilgan tuyung eritma hosil bo'lmaydi. Buni qarashimiz kerak. Qachon o'zi tuyung eritma hosil bo'ladi deb topib olaylik. O'zi birinchi e'tibor beramiz. 10 gradusda eruvchalik necha? 40 gram. gram suvda eriydigan. Mana 40 dedim eruvchaligi. Doim 40 gram erigan modda 100 gram suvda eriydi. Juda ham oltin qoidasi shu eruvchalik. 300 gram suvda o'zi birinchi navbatda men topib olaychi, 300 gram suvda qancha tuz eritsam tuyung eritma bo'ladi. 120. Mana shuncha eritsam tuyungan bo'ladi. Demak, shundan kamroq eritsam tuyunmagan bo'ladi. 120 dan kichikroq x ni qiymati. To'g'ri javobimiz 120 dan kichik. C javob. 125 qilsak o'ta tuyungan bo'ladi. 120 qilib qo'ysak tuyungan bo'ladi. 120 dan katta degan javob ham o'ta tuyungan bo'ladi. Bitta kichkina degan javob qo'ysak 120 dan tuyunmagan bo'ladi. Tushundikmi? Yigirma 30. Qaydadir ko'rdim shu testni. Shuni iloji yo'qmi to'g'riroq tashlash. Anaqada turibdi-da telefon. Shtatida turibdi. To'xtang bo'lmasa men hozir kompyuterda ko'raman. Bo'ldi, turaversin, hozir ko'raman. Nechinchisi edi? 89 mi? Qaraymiz 89 ni.
10 va 20 gradusdagi erituvchanligi qancha ekan? 20 va 30. Nisbatan olmoqda. Endi 10 gradusli suvga 40 gram tuz eritilibdi. 10 gradusli suvga 40 gram tuz eritilibdi. 40 gram tuz eritilsa qancha suv kerak? To'ygan bo'lish uchun. 200 gram suv kerak. Eritma 20 gradusgacha oshirildi. Va eritmada tuz eritib to'yintirildi. Endi qaraymiz. 40 gram tuz eritiluvdi, boshida 10 gradusda 200 gram suv bor. 20 gradusda ham baribir 200 gram suv qolaveradi. To'yingan bo'lish uchun qancha tuz kerak? To'yingan bo'lish uchun qancha tuz kerak deb topaman. 200 gram shu suvda qancha tuz erisa to'yingan bo'lib oladi. 60. Bizda aytyaptiki, eritma 20 gradusgacha ko'tarildi. Tuz eritildi. Dastlab mana bu 40 gram bordi-ku tuz. 20 eritilgan. 60 qilish uchun. 60 qilindi. Ustoz, video pauzada bo'lib qoldi. Internet yaxshi emasda. Hozir to'xtang. Yaxshi. O'chib qolibdi. Qachon boshlandi hozirmi? Ko'rindimi? 89. Ana. 10 gradus teruvchalik 20. 100 gram suvda 40 gram tuz eritilgan 10 gradusga, 10 gradusli idishga 200 gram suv bo'lishi kerak to'yingan bo'lish uchun. Endi aytyapti-ku, 20 gradusgacha qizdirildi va tuz eritib to'yintirildi deyapti. O'sha 200 gram suv qancha bu eritmada ham bo'laveradi-ku 200 gram. Suv hech qanaqa o'zgarib uchramaydi-ku. 200 gram bunda ham suv bo'ladi 20 gradusga qizdirsak. 200 gram suv bo'laveradi. Qancha maksimal eriy oladi? 60. Demak, 40 dan 60 ga o'tish uchun 20 gram tuz qo'shimcha eritishimiz kerak. Olingan eritma 5 gradusgacha sovitilganda 52 gram tuz cho'kmay tushdi. Endi shu eritmani 5 gradusgacha sovitilibdi. Baribir 200 gram suv turaveradi. 200 gram suv turaveradi. 60 gram tuz bordi-ku, 52 si cho'kibdi. 8 gram qolib ketadi. Tushundikmi 8 ni qanday? 40 gram tuz eritildi. 200 gram suv bo'ladi. Bunda ham 200 gram suv bo'lishi kerak. Qancha tuz eriy oladi? 60. Demak, 40 dan 60 ga o'tgan bo'lgan bo'lsa, 20 tuz eritilgan. 10 dan 20 ga o'tgan paytda, 10 dan 20 gradusga ko'targan paytimizda 20 gram tuz qo'shganmiz ustiga eritish uchun, to'yingan qilish uchun. O'sha to'yingan eritma 20 gradusdan 5 gradusgacha tushirildi. 60 gram tuzi bo'lsa 52 grami cho'kmay tushdi. 8 gram tuz qolib ketadi. 200 gram suvda qolib ketadi. 100 gram suvda qancha desak eruvchalik bo'ladi? 5 gradusda. To'g'ri. Mana. Oxirida 60 gram tuzi bordi-ku 20 gradusda. 52 grami cho'kmay tushdi deyapti. 8 qolib ketdi. 200 gram suvda qolib ketdi. 100 gram suvda qancha desak 4 bo'ldi. 200 gram suvni qayerdan topdik? Birinchi mana 10 gradusdagi 40 gram tuz eritgan bo'lsak, to'yingan eritma chiqdi deyapti. Demak, 200 gram suv bo'lgan to'yingan bo'lish uchun. O'sha 200 gram suvni bunda ham ishlatdik, bunda ham ishlatdik. Ikkalasiga ham ishlatdik. Tushundikmi? Tushunarli.
Savol javob qilib olamiz ozgina. O'tgan safargi o'tgan mavzudan. Xo'p, eritmalar. Hosil bo'lishida issiqlik ajralish yoki yutilish bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Eritma hosil bo'lishda. Nima deysiz? Eritma hosil bo'lishida issiqlik jarayonlari kuzatiladimi yoki kuzatilmaydimi? Issiqlik ajralishi yoki yutilishi. Kuzatilmaydi. Eruvchanligi asosan temperatura, bosim, Mana buni o'qiymiz degandim. Mana buni. Men shundan qilaman keyingi darsda. Buni boshini o'qiymiz. Mana eritma qu degani issiqlik degani ajraladi yoki yutiladi. Birinchi betda yozib qo'yibman. Aralashmada bunday narsa bo'lmaydi deganman. Kimyoviy moddada bo'ladi. Chin eritmalar, kolloid eritmalar va dag'al eritmalar bo'ladi bizda. O'qib qo'yamiz. Eruvchanlikni o'qib qo'yamiz. Eruvchalik koeffitsiyentini topish. 100 gram suvga nisbatan olinadigan massa ekan. Mana shu 3 ta narsani keyingi darsda savol qilib chiqamiz. Faqatgina o'tgan joylarimizni o'qinglar. Demak, vazifa bo'ladi. Megadan eruvchalikni o'qib, testini ishlash, nazariyani o'qish bo'ladi. Megadan. Keyingi darsda foiz konsentratsiyasidan boshlaymiz. Chiqmaganlarni ko'ramiz, eruvchalik bo'yicha. Keyin foiz konsentratsiyaga o'tamiz.